bilimga nima bilan erishadi desa mashaqqat bilan erishadi-da. Tayyor ChatGPT bor, savolini tashlasa javobini chiqarib beradi. ChatGPT bu faqat buguningizni hal qilib beradigan vaqtinchalik narsa. Agar sen qachon matematik bo'lasan, qachonki chiqara olmagan misolingni tushingda ishlab qo'ysang deganda. Haqiqatda agar odam inkor qiluvchi bo'lsa, unga bir narsani isbotlash juda qiyin. Matematikaga nisbatan qobiliyat o'zi tug'ma bo'ladimi yoki u keyinchalik shakllanadimi? Masalan, 7-sinf boshlangandan keyin birdan harflar qo'shilib ketib qoladi. Bu nimaga buncha harf, nima uchun, nima qilyapti bu harf? Matematika, fizika, shu mantiqiy fikrlash bilan juda ko'p shug'ullangan insonlarning miyasidagi sinapslar kuchayar ekan. Hech qanaqa o'sha oliy ta'lim muassasasiga kirish maqsadini chetga chiqarib tashlasangiz, matematikani shunchaki fikrlash doiramni kengaytiraman degan maqsad yo'q. Imtihon bu faqat vosita deb tasavvur qilaman. Ya'ni matematika miyani sport zali desak mubolag'a bo'lmaydi. Matematikani hayotdagi tatbiqiga qanaqa bir misol keltira olasiz? Ya'ni real hayotda, masalan, mana shu narsada matematikani o'rni haqiqatda katta. Muvaffaqiyatga erishish, bu yerda muvaffaqiyat bor deydigan bo'lsak, faqat matematika bilan boriladi deyish xato. Aytaylik, yo'llari ko'p. 5 tadir, 10 tadir yo'llari ko'p. O'sha yo'llardan lekin eng kattalaridan biri matematika deb qarasak bo'ladi. O'zi matematika xato bilan o'rganiladigan fanda. Xato qilishdan qo'rqmaslikka o'rgatishimiz kerak eng avvalo. Bitta muammo keldi. Bu muammoni hal qilishingiz uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Sxemasini chizib olishga ham katta yordam beradi. O'zi matematika, fizika bilan shug'ullanadiganlar juda yaxshi biladi. Qiyin masalani ishlaydigan bo'lsa, odam shunaqangi mazza qiladi. Unaqa rohatni haqiqatan ustozim aytgandek, o'zingizga ishonch oshadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun ushbu suhbatda matematikani o'qitish va matematikani o'rganish va shu mavzu atrofidagi savollar haqida gaplashamiz. Suhbatimizga kelgan mehmonlardan Rashid ustoz, oliy toifali matematik va ayni paytda Yuksalish maktabida direktor va Isomiddin ustoz matematika va fizika fanlaridan ko'p yillardan beri muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelayotgan ustozlarimizdan. Birinchi savol, mana boshlang'ich sinfda, deylik 1-sinfdan 4-sinfgacha oladigan bo'lsak, odatiy fundamental kundalik hayotda kerak bo'ladigan bilimlar deyarli o'rgatilib bo'linadi. Hisob-kitob bo'lsin yoki ba'zi bir odamlar aytganday pul sanash bo'ladigan bo'lsa, o'rganib bo'lgan bo'ladi. Va savol, yuqori sinflarga matematikani o'rgatishdan maqsad nima? Ya'ni logaritm bo'lsin, trigonometriya bo'lsin, xosla integral bo'lsin, shu narsalarni o'rgatishdan o'zi asl maqsad nima? Universitetga imtihonlarga tayyorlashmi yoki qandaydir mantiqiy fikrlash yo haligi inglizcha aytganda problem solvingni shakllantirishmi o'quvchida? Shu haqida ozgina tushuncha bersalarsiz. Xo'p, to'g'ri, ko'pchilikda shunaqa ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarimizda ko'p uchraydigan savol berdingiz. O'zi nega o'rganyapman buni logaritmda, nega o'rganyapman sinusda? Bu o'rganishdan maqsaddan kelib chiqadi-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz boshqa narsani maqsad qilib o'rgatmoqchi bo'lyapsiz, lekin o'rganuvchining maqsadi boshqacha bo'lsa, hozir bu yerda qaysi ko'proq ustunroq desa, qaysi bir ko'rinadi kattaroq desa, bu o'rganuvchining maqsadi. O'shandan kelib chiqib javob bersangiz bo'ladi. Hozirgi holatda yuqori sinfga matematikani o'rgatishdan maqsad, ya'ni o'rganuvchining maqsadidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalariga kirish faqat. Hech qanaqa o'sha oliy ta'lim muassasasiga kirish maqsadini chetga chiqarib tashlasangiz, matematikani shunchaki shu siz aytgandek mantiqiy fikrlashimni oshiraman yoki bo'lmasa yana matematikada rivojlanib o'zimni fikrlash doiramni kengaytiraman degan maqsad yo'q. O'quvchidagi maqsad shunaqa. Asosiy katta qatlamida shunaqa. Endi men hammani nomini ayta olmayman, lekin o'zim guvohi bo'lgan o'quvchilarimning ichida 99%, 100% deylik, bemaqsad boshqa narsani maqsad qilib kelmaydi. Faqat oliy ta'limga o'tish kerak yoki top universitetga borish kerak. Asosiy maqsadi shu. Ya'ni demak, o'rganuvchining maqsadi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'rgatuvchining maqsadi ham shunga moslashadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni men boshqa narsani maqsad qilganim bilan o'rganuvchining maqsadi bunaqa bo'lib turgandan keyin meni maqsadim ikkinchi planga surilib qoladi. Isomiddin ustoz, siz nima deysiz? Ustozimiz fikrlariga qo'shilamiz. Qo'shimcha qilmoqchiman. Imtihon bu faqat vosita deb tasavvur qilaman. Ya'ni ikkinchi qadam desak bo'ladi. Birinchi qadam matematikani o'rganish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qadam o'qishga kirish. Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish. Lekin oliy maqsad emas. O'sha oliy maqsadga yetishdagi bir vosita deb bilaman. Insonni matematika bilan shug'ullanishda asosiy beradigan foydalari, tasavvur qiling, sport zalga bordik, tosh ko'tardik. U toshni biz hayotda ko'tarmaymiz, bozorlarda ko'tarib yurmaymiz, yo qayerdadir uni ko'tarib yurmaymiz. Sport zaldan chiqqan paytda u insonni tanasini baquvvat qiladi. Sport zalda qoldi, sport zalda shug'ullandi, lekin
zaldan tanasi baquvvat bo'lib chiqdi. Matematika bilan to'g'ri 100 dan ortiqroq mavzu bor deydigan bo'lsak, hammasini ham hayotda ishlatmasligingiz mumkin. Men logaritmni misol uchun hayotda ishlatmasligingiz mumkindir. Boshqa bir mavzularni hayotda ishlatmasligingiz mumkindir, lekin matematika bilan shug'ullanish insonning miyasini kuchli qilib chiqaradi. Ya'ni matematika miyani sport zali desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bir mashhur olimlarning fikrini shu yerda ko'rganim, sizniki shu jihatdan mos tushar ekan, aytganki, matematikada o'rganganlaringizni kelajakdagi hayotingizda qo'llamasligingiz mumkin, lekin o'rganish jarayonida miya qandaydir darajada rivojlanadi va mana shu rivojlanish sizga keyingi hayotda yordam beradi degan o'sha haqiqatda shu misolga to'g'ri tushadi. Hayotingiz davomida yordam beradi. Hayotdagi har xil qarorlar qabul qilishda, biznesdadir, muzokaralardadir, har xil qarorlar qabul qilishda hozir javoblikni oshiradi deb o'ylayman matematika. Lekin juda ko'p mavzulari hayotga juda kerak. Uni keyingi safarlar agar suhbat davomida o'sha savollar berilsa aytib o'tamiz. Lekin hayotda o'sha biznesda har xil qarorlar qabul qilish, hayotdadir, muzokara olib borishda hozir javoblikni oshiradi, mantiqiy fikrlash, insonning xotirasini kuchaytiradi. Ya'ni hayotda umrning oxirigacha kerak bo'ladigan holatlarda matematika foyda beradi. Men unaqa deb tushuntirsangiz, o'quvchi savol beradi yana. Meni deydi, bobom deydi, umuman matematika o'qimagan. Matematikani bilmaydi. Misol uchun, ya dadam, yo amakim, umuman o'qimagan, maktabda 2 o'qigan, matematikadan umuman 2 olgan, lekin hozir biznesda ishi zo'r, yonidagi matematikani zo'r bilgan biznesmendan ko'ra yaxshiroq deb savol beradi-da. Misol uchun aytaman. Unda nima bo'ladi? Men aytamanki, Usomning so'zi juda to'g'ri aytdi. Asosiy qatlamda xuddi shunaqa. Matematika miyani rivojlanishida fikrlashni keng qiladi. Bu degan matematikani bilmagan odam ham fikrlayapti-ku deb misol ko'rsatgan paytida, uni shunga boshqa tarafdan qobiliyati bor. Misol uchun aytaman. Matematikani yaxshi o'qishlik, matematikani yaxshi o'qigan bo'lishlik maktabda hozirgi darajasiga qaysidir bir pog'onada zina bo'lib bergan. Tasavvur qiling, mana shu bo'lmaganda o'sha zinani olib tashlardik. Hozirgi sizning turgan darajangiz o'sha maktabda paytingizda 2 ni yodlashda yo karakarani yodlayotgan paytingizda miyani hajmini oshishida ta'sir qilgan bitta zina bo'lib bergan sizga. Agar o'shani o'rganmaganingizda o'sha zina olinardi va sizning hozirgi darajangiz sal tushgan bo'lardi. Tushunyapsizmi? Ya'ni hech narsa behikmat emas. O'shani o'rganishlik ham hozirgi chiqayotgan sizning darajangizga zina bo'lib bergan. U matematikani bilmagan bobosi ham agar bilganida, o'qiganda hozirgi darajasidan sal yuqoriroq bo'ladi, yanada yuqoriroq bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu matematikani bilmaganligi uchun unaqa zo'r emas. Matematikani yana ham bilganida yana ham fikrlash kengroq bo'lardi va hozirgi turgan o'sha eng zo'r biznesmendan yanada yaxshiroq darajaga chiqqan bo'ladi. Yana bitta zinani o'zi uchun qurgan bo'lardi va katta zinani qurgan bo'lardi. Mana hozir men nima demoqchi bo'lganim ko'pchilik tushunadi. Maktabda o'qigan A sinf, B sinf, V sinf bo'lardi misol uchun. Biz o'qigan paytimizda ham A sinf matematika sinfi, B sinf kimyo biologiya sinfi va V sinfi ona tili adabiyoti sinfi, ijtimoiy fanlar sinfi. Olimpiada bo'lardi, o'sha ona tilidan bo'lsin, kimyo biologiyadan bo'lsin, A sinfda bolalar olgan. Tushunyapsizmi? Kimyo biologiya sinfi bor, lekin A sinf bolalari kimyo biologiyadan agar kirishsa, qatnashaman desa, hamma fan olimpiadasini olib kelganda har taraflama bo'lgan. Ya'ni matematika buni isbotlab beradi. Haqiqatda hamma fanlarda asosi. Ya'ni matematikani o'zingiz tekshirib ko'ring, hozirgi maktabimizda o'quvchilardan ham matematikadan zo'r bo'lgan o'quvchi qolgan fanlarda ham o'zlashtirishni zo'rroq sezganmisiz, tekshirib ko'rganmisiz? Xuddi shunday. Shuning uchun aytaman, matematika haqiqatda Usomning so'zi to'g'ri aytdi. Matematika bu miyani sport zalida haqiqatda, to'g'rimi? Trenajyorniy zali desak bo'ladi. Haqiqatda shunday. Bu hayotda endi muvaffaqiyatga erishish, bu yerda muvaffaqiyat bor deydigan bo'lsak, faqat matematika bilan boriladi deyish xato. Aytaylik, yo'llari ko'p. 5 tadir, 10 tadir yo'llari ko'p. O'sha yo'llardan lekin eng kattalardan biri matematika deb qarasak bo'ladi. O'sha muvaffaqiyatga erishishdagi yo'llardan eng asosiylardan biri bu matematika, fizika, aniq fanlar bilan mantiqiy fikrlash, miyani rivojlantiradigan fanlar bilan shug'ullanish deb tasavvur qilsak bo'ladi. O'zi boyagi fikrga bir narsada, misol uchun falonchi matematika bilan shug'ullanmagan, lekin misol uchun biznesda yaxshi muvaffaqiyatga erishgan va hokazo fikrlarda. Bu ma'lum darajada o'ta boshlang'ich darajadagi fikrlash bo'ladi-da, ya'ni bir narsa ikkinchi narsaga ta'sir qiladi. Lekin aslida hayotda ko'p narsaga ta'sir qiladi. Ya'ni falsafada shunaqa narsa bor deydi-ku, hamma narsaga ta'sir qiladi deydi. Ya'ni uni hayotda faqat matematikadan iborat emas, u boshqa narsalarning ta'siri bilan bo'lgan bo'lishi mumkin, ya'ni. Ta'sir ko'pda. To'g'ri. Shu yaqingacha falsafaning eng asosini nima tashkil qilgan? Men u darajada bilmayman. Falsafa ko'p fanlar jamlanmasi bo'lib o'tirgan, to'g'rimi? Tarix kitoblarida yozilgan.
eng asosini matematika tashkil qilgan, mantiq tashkil qilgan. Mantiq bo'limi mantiq. Matematika asosi baribir. Falsafadan matematika chiqdi. Nima qoladi falsafada? Matematika fan. Uni keng savolga o'taylik bo'lsa. Bu savol ham ko'pchilikka javobi qiziq bo'lsa kerak. Ehtimol har kimning o'ziga yarasha javobi ham bo'lishi mumkin bunga. Hozirgi paytda bizga kerakli bo'lgan hisob-kitob va hokazo o'sha amallarni bajaradigan kompyuter bor, kalkulyator bor va hozir endi sun'iy intellekt ham bor. Misol uchun, oldin bu savolni berganingizda kalkulyator bor-ku desangiz 50 yil oldin kimdir aytardi, kalkulyator matnli masalani ishlab bera olmaydi, muammoni yecha olmaydi. Lekin hozir sun'iy intellekt bor. O'sha matnli masala bo'lsin, qanaqadir muammo bo'lsa, unga ham yechim ko'rsata oladi. Matematik jihatdan ham modellashtirib berishi mumkin. Shu davrda matematikani o'rganishga ehtiyoj bormi o'zi degan biroz qo'polroq eshitilsa ham tabiiy savol vujudga keladi. Shunga qanday fikr bildirasizlar? AI bilan matematikani ishlash insonni qotirib qo'yadi deb hisoblayman, ya'ni robot qilib qo'yadi. U AI ni yomon deya olmaymiz. AI bilan birgalikda hamkorlikda qilsa bo'ladi, yaxshi bo'ladi, lekin faqat ustoz tomonidan matematikani faqat tezlikka, javobiga ishlash bo'ladigan bo'lsa, u AI yomon. Ya'ni o'quvchi faqat AI ga o'rganadi, ChatGPT dan javoblarini oladi. Bu yomon. Lekin ChatGPT bergan fikrlarni tahlil qilishga o'rgatsak o'quvchini, ChatGPT ham yaxshi fikrlar beradi. O'shalarni tahlil qilishga o'rgatadigan bo'lsak, ChatGPT bilan hamkorlikda olib borsak bo'ladi bu narsani. Lekin matematikani o'zini fikrlab o'sha inson AI siz o'rganadigan bo'lsa, baribir dunyoqarashi kengroq bo'ladi. Ustoz, siz shu fikrga nima deysiz? Xo'p, shu zo'r savol. Esingizda bo'lsa, yoshligimizda 12 varaq daftarning orqasida kara-kara jadval bo'lardi. Ustoz aytardi, kara-kara jadvalga qarab misol ishlama, miyang qotib qoladi. Bir paytlar o'sha davrda, bizning yoshligimizda. Sizlarga kelib kalkulyatordan foydalanma, eng miyani qotiradigan narsa nima desa, kalkulyatordan foydalanma, shunga o'rganib qolasan. Ya'ni yengillikka o'rganib qolasan, yengillikka. Hozirgi zamonga kelib bu o'quvchilarga yanada qiyinlashdi-da. Tayyor ChatGPT bor, savolini tashlasa javobini chiqarib beradi, yanada yengilroq, ya'ni bunga tortilib ketish osonroq bo'lgan narsa-da, lekin bundan o'sha nafs sinaladida. O'shanga qarshi tura olishlik eng zo'r narsa. Ana G'azoliyda bir nima bor edi, hikoya bor edi. Shunga o'xshataman. G'azoliy aytadi, Alloh hayvonlarga deydi erkinlik berdi, aql bermadi. Farishtalarga aql berdi, erkinlik bermadi. Insonlarga deydi ham aql ham erkinlik berdi deydi-da. Eng qiyini qaysiga deb so'rasa, aytadiki, insonlarga-da ham erkinlik ham aql berib qo'ygandan keyin nima deydi? Imkoniyati kengroq ochilgan odam o'zini tiya olishligi qiyinroq bo'ladi-da. Shuning uchun eng qiyini deydi insonlarga deb aytadi-da. Xuddi shunaqa hozirgi bolalarga ham eng qiyinrog'i qiyin narsa bu o'sha tayyor imkoniyat bo'lganda o'shandan o'zini tiyila olishlik. Lekin endi oxirida kim yutadi desa, o'shandan tiygan, ChatGPT dan foydalanishdan o'zini tiygan, noto'g'ri foydalanishdan o'zini tiygan o'quvchi oxirida yutadi. Bu o'sha bizning davrimizdan beri kara-kara jadvalga qaramagan bola, kara-kara jadvalga qaragan boladan ko'proq yutgan, ya'ni fikrlash kengroq bo'lgan, kalkulyatordan foydalanmagan bola kalkulyatordan foydalangan bolaga nisbatan ko'proq yutgan, ya'ni tarix ko'rsatib turibdi-ku o'zi natijani. Va so'ngida kim yutadi desa, so'ngida o'sha ChatGPT dan foydalanmasdan turib ishlagan bolani fikrlash kengroq bo'ladi. Foydalansin kerak joyida, lekin hamma misolni tashlab yengillikka o'tib ketishlik, yengil narsa bilimga nima bilan erishadi desa, mashaqqat bilan erishadi-da. Mashaqqat yaxshi, ChatGPT esa yengillashtirib qo'yadi işte. Shuning uchun bu kerakmi desa, kerak, lekin to'g'ri foydalansa kerak. Kalkulyator kerakmi? Kerak, to'g'ri foydalansa kerak, misol uchun. Bu ham kerak narsa. Umuman cheklab bo'lmaydi. Lekin men o'quvchilarga maslahat beraman, foydalanmaslikni boshqa maqsadda foydalanish kerak. Bu o'sha hozir keltirilgan fikrdagi shu paytgacha bo'lgan narsalardan xulosa olingan narsa. Yangi xulosa qilish uchun o'z ustida ishlash kerak, mashaqqat qilish kerak. Umuman jamiyatdagi darajangiz ham shunga qarab bo'ladi-da. Hadeb bundan foydalanaversangiz, uni yaratuvchiga emas, foydalanuvchisiga aylanasiz.
Shu, ya'ni o'rningiz qayerda? Qayerda topmoqchisiz o'zingizni o'rningizni? Shunga qarab harakat qilish kerak deb o'ylayman. Hozir to'g'ri ustoz fikrlaringiz. Hozir ChatGPTdan foydalanib uyga vazifa qilib keladigan o'quvchilarga, ukalarimizga bir maslahat o'laroq aytmoqchi edim. ChatGPT bu faqat buguningizni hal qilib beradigan vaqtinchalik narsa. Aytaylik, kirish imtihoniga tayyorlanyapti. Eng birinchi oldinda sinov turibdi, kirish imtihonlari. Kirish imtihonlarida ChatGPT bo'lmaydi, oldingizda kalkulyator bo'lmaydi. Siz o'z aqlingiz bilan fikrlab, masalan, ishlashingizga to'g'ri keladi. Xo'p, o'z matematika o'rgatishdan asosiy maqsad kelajakda insonni keyin teran fikrlash, o'tkir nigohlik qilish, ya'ni hayotdagi har xil muammolarni hal qilishga tayyorlash deyapmiz. U paytda misol uchun muzokara olib boryapsiz kim bilandir. Kimdir sizga savol berdi. O'sha tinglovchi, o'sha gapirayotgan insonni savolini tezda fikrlab anglab, unga hozir javoblikni ChatGPTda u paytda javob sizga yordam bermaydi. Misol uchun suhbat qilib turibmiz, to'xtang, ChatGPTga yozib olay deya olmaysiz u paytda. Yoki qanaqadir qaror qabul qilishingiz kerak. Uni ChatGPTga tashlasangiz, ChatGPT sizga vaziyatingizga moslashadi. Ya'ni ChatGPT sizni xafa qilgisi kelmaydi. Xuddi shunday. Uni ishlash prinsipi shunaqa. Iloji boricha sizga yengillik qilib, sizga yoqadigan javob berishga harakat qiladi. Oldingizda qanaqadir qaror turibdi, hayotiy qarordir, biznesdadir, qanaqadir qaror turibdi, uni ChatGPT orqali hal qilib berish bu ahmoqlik bo'ladi, qo'pol qilib aytganda deb o'ylayman. Shu yerda keyingi savollarning ichida yana bir savol bor edi, o'sha narsaga bog'lanib ketyapti. Deylik, shu o'quvchilar ChatGPTdan foydalanish holati mavjud. Shunga nisbatan o'qituvchi qanday qarshi turishi mumkin? Savol. Keyingisi, xo'p, bu narsaga o'zi munosabatlaringiz qanaqa? O'sha o'quvchilarning ChatGPTdan foydalanishi, ayniqsa uyga vazifani bajarib kelish nimasida bunga qanday munosabatda bo'lasiz va qanday o'qituvchi bunga qarshi turishi mumkin, agar qarshi turish kerak deb hisoblasangiz? Buni tez aniqlab olsa bo'ladi. Men o'qituvchi sifatida qarasam, o'quvchim agar berilgan vazifani, uyga vazifani o'sha ChatGPTdan foydalanib kelgan bo'lsa, seziladi. Nimada seziladi? Xuddi shunga o'xshagan boshqa misol berganingizda ma'lum vaqtdan keyin. Agar u foydalangan bo'lsa ChatGPTdan, keyingisida ishlolmaydi. O'sha jonli variantda berganingizda o'sha misolda. Chunki oson kimdir tahlil qilib chiqarib qo'ygan, vaqti keldi, o'sha bilimini qo'llash kerak, endi uni qo'lla olmaydi. Shuning uchun aytaman, buni anglatish kerak, buni majburlab bo'lmaydi, uni cheklab ham bo'lmaydi. Uyga borganda uni nazorat qila olmaysiz baribir. Buni shunchaki yaxshi yechim anglatish kerak. Uni qanday anglatadi? Pedagog mahoratga bog'liq, mahoratingizga bog'liq. Shunday yo'l tutish kerakki, bola foydalanmaslikni anglashi kerak. Boshqa variant bu yerda yo'q menimcha deb o'ylayman. Ya'ni bu mening shaxsiy fikrim. Kinoda ham borku, meni Matrica kinosidamda. Meni vazifam eshikni ko'rsatish, uni ochish, seni o'zingni ishing deganda, endi bu ko'rsatdi. To'ppa-to'g'ri dars jarayonida bog'liq, sizni ChatGPTdan foydalanmaydigan darajaga olib kelish o'quvchini. O'sha aytdimmi, ma'lum bir muddatdan keyin ChatGPTdan foydalangan bolani foydalanganligini oqibatini ko'rsatib qo'yishlik ham bir samarali usul deb bilaman. To'ppa-to'g'ri ustoz, yaxshi fikrlar aytdingiz. Unga qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, biz faqat o'quvchilarni javobini baholaydigan bo'lsak, ya'ni ishlanish yo'lini so'ramaydigan bo'lsak, ular ChatGPTdan foydalanib keladi. Endi ularni oxirida javobini chiqishiga 30%, ishlanish yo'lini tushuntirib berishiga 70% qilib baholaydigan bo'lsak, ana endi u ChatGPTdan foydalansin, mayli. ChatGPT ham xato ishlab bermagandir. Lekin u ChatGPT ishlab berganda endi tushunishga majbur bo'ladi. Ya'ni siz uni darsda endi qanday ishlading, tushuntirib ber. Yoki ChatGPTga savol bersin. O'tgan darsda ishlagan usulimiz bo'yicha ishlab ber bu masalani. U ChatGPT biz o'tgan darsda qanaqa usul bilan ishlaganimizni qayerdan biladi? Xuddi shunaqa usullar bilan bolada ChatGPTdan foydalanishni cheklash mumkin, lekin uni baribir o'zining ixtiyoridagi bo'ladi. Ularga tushuntirishimiz kerak. ChatGPTdan foydalanmay yomon deb qo'yadigan bo'lsak, uni foydasi yo'q. Qanaqa yomon tomonlari, zararlari borligini ularga tushuntirib berishimiz kerak. Ya'ni ularni faqatgina uyga vasiya qilib kelishiga qarab, javobini chiqarganiga qarab baholasak, u baribir ChatGPTdan qilib keladi uyda. Biz ularni erkin fikrlashga o'rgatib, ishlanish yo'lini tushuntirib bering. Agar ishlanish yo'lini tushuntirib berishda xato qilgan bo'lsa ham, ularni nima desak ekan, koymasligimiz kerak. Ya'ni o'zi matematika xato bilan o'rganiladigan fanda, xato qilishdan qo'rqmaslikka o'rgatishimiz kerak eng avvalo. O'quvchi xato qilishdan qo'rqadi va ChatGPTdan ko'rib ishlab kelishga harakat qiladi. Meni bir ustozim bor edi litseydan, Odropda. Juda sababchi bo'lgan matematikaga qiziqishimga. O'sha ustoz bir gapi bor edi, ustozimda. Agar sen qachon matematik bo'lasan, qachonki chiqara olmagan misolingni tushingda ishlab qo'ysang deganda,
va o'sha bir masala berganda rosa o'ylanib yurganman, tushimda haqiqatda ishlaganman-da, o'sha misol javobini topganman. O'sha topolmayotgan kerak bo'ladigan narsani misol chiqish uchun kerak bo'ladigan jarayon qismda topolmaganman, tushimda ko'rganman-da, o'sha turib birdaniga turib ishlaganman-da, ustozga maqtanib borganman, ustoz men endi matematik bo'ldim. Tushimga ishladim mana shu misol deganman-da. U qachon kiradi endi tasavvur qiling. Agar ChatGPT ozgina qiyinchilikka uchrasa bola, hadeb misolini ChatGPT ga tashab bersa-da, misol uchun, u qachon tushiga kiradi keyin? Qachon matematik qiladimda, tushunyapsizmi? ChatGPT tushiga kirib chiqadi. O'sha ChatGPT dan foydalanishga undaydigan kuch nima? Ozgina miyani qotirgisi kelmaydi-da. Ozgina qotirsa, bolaga mana shuni aytish kerak. Qachon haqiqiy matematik bo'lasan? Ustozim gapida. Chiqara olmagan misolni tushida ishlab qo'ysa, ko'pchilikda bo'lgan bu, mana tomoshabinlarda hozir videoni ko'rayotganlar ichida ham bo'lgan. Agar bo'lgan bo'lsa, izohga menda bo'lgan deb yozsa, demak o'sha misolni ustida ko'p ishlagan bola bo'ladi. Ko'p o'ylagan bola, uyqusidan avval ham kuni bilan o'ylab yuradigan misollarimiz bo'lgan bizda, masalan. O'shani buni rohati boshqacharoq. ChatGPT ga tashlab chiqargan misolingizdan ko'ra, ayni mana bu narsaning rohati uni haqiqiy matematika bilan shug'ullanib yurgan o'quvchilar his qiladi. Shunday. Mani o'zimda shunga ikkita misol bor ekan. Birinchisi, bir intervyuni ko'rgan paytimda shu ingliz tili sohasida ma'lum bir darajaga erishgan odam aytganki, hattoki shu tushlarimni ham ingliz tilida ko'ra boshladim ko'p dars qilganimdan dedi. Keyin shuni eshitganimda menga birinchi safar bu mubolag'a bo'lib tuyulganda, ya'ni juda unchalik bo'lmasa kerak deganman. Lekin rostdan ham o'zim ham o'sha bir muddat ingliz tili o'qigan paytimda shu dars soati ko'paygandan keyin odam tushida ham inglizcha ko'rishni boshlaydi, tushuni ham. Keyingisi, men o'zim bir marta o'sha operatsiya bo'lgan paytimda narkozdan ochilish paytida o'sha sal boshqacharoq bir narsa bo'ladi-ku. Shu jarayonda matematikadan biz b kvadrat tenglamalarni o'rganayotgan edik-da. To ochilgunimcha tushimda haligi 4-darajali tenglamalarni ishlab chiqqanman-da. Shunaqa. Agar bunaqaroq ChatGPT bunaqa rohatni sizdan cheklab qo'yadi-da, yo'q qilib qo'yadi shunday. Tushunyapsizmi? Rohatni bunaqa yengil narsaga almashmaslik kerak. To'g'ri. O'zi matematika, fizika bilan shug'ullanadiganlar juda yaxshi biladi. Qiyin masalani ishlaydigan bo'lsa, odam shunaqangi mazza qiladi. Unaqa rohatni haqiqatan ustozim aytgandek, o'zingizga ishonch oshadi. Ya'ni insonni kelajakda ham boshqa muammolar oldiga kelgan paytda, yo'q men buni qila olaman deydigan o'ziga ishonchi oshadi. Ya'ni o'shanaqa masalani ishlash insonning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bu tabiiyki hayotdagi boshqa sohalarga ham ko'chadi. O'zingizga o'zingiz nim tabassum bilan yurasiz-ku, qiynalsangiz kun bilan. Shunaqa. Matematikani zerikarli yoki nozarur deb hisoblaydigan odamlar bor, o'quvchilar ham bor. Shunga shunaqa kishilarga yoki shunaqa o'quvchilarga siz nima degan bo'lardingiz? Matematika nozarur deydigan bunday o'quvchilarga ko'pchilikda bo'ladi. Ya'ni ularga yo'q, matematika bunaqa emas deb qo'ysangiz, bu yuzaki javob bo'ladi va bu ta'sir qilmaydi. Muzokara olib borish san'atida ham shunday bir qoida borki, bir qadam orqaga yurib, 2 qadam oldinga. Ya'ni haqiqatan to'g'ri, ularning gapini birinchi ma'qullab, haqiqatan to'g'ri. Qachon matematika faqat formula yodlashdan iborat bo'lsa, ya'ni faqat imtihonga kirish bo'lsa maqsad, u imtihonga kirib o'qishga o'tib bo'lgandan keyin 80% bilim yo'qoladi, balki 90%dir. Faqat maqsad o'qishga o'tib olish. Matematika hayotda qaysi jabhalarda kerakligini ularga ko'rsatib, ochib bera olish. Nima uchun bunday deb o'ylaysiz degan savolni berish kerak ularga. To'g'ri, matematika faqat formula yodlashdan iborat bo'ladigan bo'lsa, nozarur desak bo'ladi. Lekin uni zarur bo'lgan tomonlarini, kelajakdagi hayotda men yuqorida ham aytdik, qancha foydalari borligini, o'zi matematikani hayotda kerakligini 3 qismga bo'lsak bo'ladi. Insonning miyasiga foydasi, har kunlik hisob-kitoblarga, ya'ni har kuni biz o'zimiz hayotda duch keladigan hisob-kitoblar bor. O'shalarga foydasi va butun hayotiga. Ko'ryapmiz, hozir insonni fikrlashi bu umrining oxirigacha insonga kerak bo'lgan eng zarur vosita. Ya'ni kreativ fikrlash, qandaydir muammo kelgan paytda o'sha muammoni kattaroq muammo deylik, uni qismlarga bo'lib. Men o'ylayman, matematikada qiyin savol men 3-4 ta oson masalani bitta masalada kelgan deb tasavvur qilaman. Qiyin masala 3-4 ta oson masala birgalashib keldi deb tasavvur qilaman. Va o'sha oson masalalarga ajratib bitta hal qilsangiz, boyagi masala chiqish ehtimoli juda katta bo'ladi. Ya'ni oldingizga qanaqadir hayotda bir muammo kelib qoldi, uni qismlarga ajratishni o'rganadi o'quvchi. Ya'ni matematika anchayin kerak hayotda. Mana men bitta narsada juda yaxshi his qilaman-da. Matematika qanday foyda berdi desa,
o'quvchilarimda men o'zimdan nazar tutmayapman, o'quvchilarimga qarab shuni his qilganman. Matematikada ko'p fikrlab, misol ishlagan paytingizda, masala ishlagan paytingizda, ko'p fikrlagan paytingizda biron bir narsa va hodisani ko'z oldingizga yozilish chizig'i bor-da, tushunyapsizmi? Ko'z oldingizga yozilish chizig'i. Uzun gap aytsam, ko'z oldingizda terib kelasiz, qayergadir nuqtaga yetganda bo'ldi, bu yoq qisqarib boshlaydi, ketadi, tushunyapsizmi? Mana shu yozilish chizig'ini uzunligi matematikani qay darajada yaxshi bilishlikka bog'liq, juda katta bog'liq. Buni aytsam ko'pchilik tan olmasligi mumkin. Masalan, qo'shilmasligi bu shaxsiy fikri. Meni ham shaxsiy fikrim va shaxsiy tajribam shuni aytamanki, o'sha ko'z oldingizda voqeani jonlanish chizig'ini uzunligiga juda katta bog'liq. Nima uchun unaqa deyapman? Misol uchun bitta misol berilsa, yozmasdan turib do'li sekundlarda yo'li xayolingizga keladi. Bu yo'ldan borishim kerak, bu yo'ldan borishim, 3 ta yo'l xayolingizga keladi birdaniga. Miyada xaritasini chizib bo'lasiz. Miyada o'sha xaritasini chizasiz va eng qizig'i o'sha miyada hali yozmaysiz. Miyaning kengligida, ya'ni yozilish chizig'ini nazarda tutyapman. Birinchi yo'ldan borsam deysiz, 5 qadamni ko'rib olasiz oldindan. Bu sekundlar ichida bo'layotgan hodisa. Va mana bu yerga kelganda noma'lum bo'lib qolib ketar ekan. Yo'q, bu yo'l bo'lmas ekan deb chizasiz. Ikkinchi yo'lga o'tasiz, tushunyapsizmi? Miyada ketyapti, yozmaysiz. Agar mana shu miya fikrlamasa va yozilish chizig'i qisqa bo'lsa, siz nima qilasiz? Yozishingiz kerak. Birinchi yo'ldan bordingiz, o'sha 5 qadamda topa olmasligingiz ma'lum bo'ldi, o'chirdingiz. Ikkinchi vaqt yutqizasiz, tushunyapsizmi? Ikkinchi yo'ldan borasiz. Xuddi shunaqa. Nima uchun matematikani yaxshi bilgan odam shaxmatni yaxshi o'ynay olishi mumkin deydi. Matematik hammasi shaxmatga demoqchi emasman. Agar shug'ullansa, ko'p yaxshi bo'ladi deydi. Nima uchun? Chunki 5-6 qadamni hozirgi men aytgandek misolda hadeb mashq qilavergan 5-6 qadamni yozmasdan turib ishlagan, shaxmatda ham 5-6 qadamni o'sha ko'ra oladi. Ya'ni uzoqroq qadamni ko'ra oladi. Tushunyapsizmi? Matematika bilan ko'p shug'ullanadi. Men foydasini o'sha o'quvchilarda shunda sezganman. Biron bir muammoga misol uchun yechim bo'lishda ham ko'p foydasi bor. Nega? Masala berildi, hayotga tatbiqini aytmoqchiman. Masala berildi. Masalani ishlashingiz uchun nima kerak bo'lishini o'ylaysiz. Masala yaxshi yechimga ega bo'lish uchun, to'g'ri yechimga ega bo'lish uchun nimalarni avval topib olishim kerak, nimalarni qilsam mana shu natijaga erishaman. Xuddi shunaqa hayotda ham bitta muammo keldi. Bu muammoni hal qilishingiz uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerak, sxemasini chizib olishga ham katta yordam beradi. Yaxshiroq yordam beradi. Qolganlarga nisbatan. Aynan mana shu narsalar juda ko'p. Endi bu agar faqat o'ziga krest qo'yib oladigan odamga matematikani afzalligini baribir isbotlab bo'lmasa kerak. Lekin o'quvchilarga buni o'qituvchini vazifasi deb bilaman. Matematika o'rgatishda nima uchun kerakligini o'quvchini holatidan kelib chiqib, misollar bilan ko'rsatib bera olishlik ham bir mahorat. O'qituvchidan talab qilinadigan narsa. Bizni kuzatib turgan hurmatli kuzatuvchilar, hozir podkastimiz tugaganidan so'ng, hozir mana 3 sekund o'tdi. Bizni kuzatib turgan insonlarda aniqki, juda ko'pchiligida o'sha variantlar taxlib tashlashdi. Nima der ekan hozir mana shu gapidan keyin? Bu podkast, ya'ni suhbat tugagandan so'ng nima bo'lar ekan? Ba'zi insonlarda nimani aytar ekan deb kutib turadi. Bironta fikr kelmaydi. Matematika, fizika, aniq fanlar, mantiq bilan juda ko'p shug'ullangan insonlar darrov 10 tagacha variant qilib tashlaydi. Ya'ni oldidan muammo kelganda ham darrov uni yo'llarini topishga o'rganadi. Men ko'p darslar o'quvchilarga aytaman shuni. O'quvchilar, bu yakshanba deyman, hammasi qarab turadi-da. Bo'ldi, 3 sekund kutamanda. Kimga nima fikr keldi desam, hammasi aytadi. Juda ko'p fikrlarni keltirib tashlaydi. Ayniqsa bizning maktabda o'quvchilar matematika bo'yicha fikrlash ancha yaxshi. Ya'ni matematika bilan shug'ullanmaydigan, o'sha mantiq bilan shug'ullanmaydigan insonlar nima der ekan deb kutib turadi-da. Miyasida dunyoqarashi keng, o'sha matematika bilan yaxshi shug'ullangan inson 10 ta, 15 tagacha variant qilib tashlashi mumkin-da. Qani hozir nima deydi ekan ustoz deb o'zi ana ekstremal vaziyatlarda miya pik darajada ishlaydi-ku. Qanaqadir misol uchun mashina daraxtga yetib boryapti endi, yaratgan asrasin unday holatda. Butun hayot ko'z oldidan o'tib ketib qoladi-ku. Beshikdagi holatdan hozirgacha holatda, ya'ni miya pik holatda ishlaydi. Bunaqa vaziyatlarda ham xuddi shunday. O'quvchilar yakshanba kuni yoki o'quvchilar bu yakshanba kuni desa, dunyoqarash kengayadi. Nimadir ekan degan variantlar o'quvchilar qilib tashlaydi. O'sha variantlarni qila olishlikka yordam beradigan fan matematika. Chunki misol ishlagan paytda bunga ko'p mashq qilgan bo'lasiz. Men haligi hayotdagi tadbiqiga bitta misol keltirmoqchiman. Bo'lgan voqea o'zim bilan. Bir odam kelgan podyezdga kira olmayapti-da. Chunki eshik yopilib qolgan, tashqarida kodli qulf bor o'sha eski uylarda. Keyin men aytdim, ochib beraymi dedim. Keyin kodni bilasizmi dedi.
men u yerda yashamayman deb. Bilmayman, lekin ochaman dedim. Keyin hayron bo'ldi-da. Sumkamni ushlang deb, sumkamni berdim. Eski uylarni kodini ochishga men hisoblaganman, uzog'i 30 sekundcha vaqt ketadi kombinatorka bilan ochilsa. Hali kinolarda seyfni ochadi-ku, ko'pchilik ko'radi-yu, qanday ochishni bilmaydi kombinatorka misol uchun. Men bilmadim, bir 10 sekundlarda ochdim-da uni. Haligi ko'zi katta-katta bo'lib ketdi. Haligi odam hayron bo'lib qoldi. Tushunmadi nima qilganini. Keyin sumkamni bering dedim-da, ketdim. Shunga o'xshagan holatlar bor-da, haqiqatdan matematika ishlatsangiz, misol uchun kecha shu narsani o'qidim. Shunaqa nima bor ekan? Ehtimollar nazariyasida ma'lum bir formulalar bor ekan. Ma'lum bir o'sha to'plamning o'rtacha qiymati mavjud bo'lsa va standard deviation deydi inglizchada, o'sha standart og'ish desa kerak o'zbekchada. Standart og'ish mavjud bo'lsa agar, shu to'plamdagi ekstremal holatlarni hisoblaydigan formula bor ekan. Va bu bilan hisoblab ko'rsatgan, misol uchun baliqchidan so'rayapti. 1 oy ichida tutgan baliqlaringiz eng kattasi qancha deyapti. Eng kattasi mana buncha tutganman desa agar, 1 yil ichida eng kattasi mana buncha bo'ladi. To'g'rimi desa agar, ha, 1 yilda, oxirgi 1 yilda eng katta tutganim mana shuncha deyapti. Shu darajada formulalar bor-da, ehtimollar nazariyasida misol uchun ishlatish mumkin. Keyin yana bitta narsa, shu matematikani nozarur deb hisoblaydigan odam o'zi matematikani mevasi, matematikani samarasi bo'lgan narsalardan foydalanmasdan yashay oladimi? Oddiy misol uchun mana bu chiroq yonib turibdi, bunda chastotasi 50. Bu matematika, bu chastotasi 50 bo'lmasa yonmaydi. Telefondan foydalanyapmiz, bunda sensor ishlaydi. Buni o'zi muallifi ham matematik odam. Buni ko'pchilik sensorni nima deb o'ylaydi? Bu Apple kompaniyasiniki deb o'ylaydi. Asli bu texnologiya Apple'niki emas. Apple buni birinchi bo'lib tijoriy maqsadda o'sha joriy qilganlardan biri. Bunda misol uchun Descartes koordinator sistemasi bor sensorni ishlashida. Yoki podkastni yozyapmiz, ovoz yozilyapti, tasvir yozilyapti. Bu ovoz bilan tasvirni Amerikaga jo'natishning imkoniyati yo'q. Buni faqat raqamli ko'rinishda buni o'sha yozib keyin yuborish mumkin. Misol, hozir podkast yozib montaj qilingandan keyin deylik 1 gigabayt bo'lsa, uni hajmi u 1 gigabayt degani taxminan hisoblaganda nechi bo'ladi? 8 milliardta 01 dan iborat bo'ladi. 8 milliardta 01. U ham 01 ni xat qilib yozib yuborib bo'lmaydi. Uni o'sha elektromagnet to'lqin bilan yuborishga to'g'ri keladi. Yana yetmaganiga bu ovoz bilan tasvirni sinxronlashtirish kerak. Chunki kamerada mikrofon yo'q. Mikrofon alohida, kamera alohida ishlaydi. Bu sinxron bo'lmasa, buni hech qachon tomoshabin ko'rmaydi-da. Yoki biz lokatsiyadan foydalanamiz. Lokatsiyadan foydalanganda bu lokatsiyani bizga beradigan sun'iy yo'ldoshlar odamlar tasavvur qiladi, bu tepadan turib telefoningiz qayerdaligini ko'radi. Unaqa imkoniyat yo'q unda ko'radigan. U lokatsiyani matematik jihatdan aniqlaydi. Lokatsiyani aniqlaydigan o'sha shu vazifani bajaradigan sun'iy yo'ldoshlar, men xotiram pand bermasa, yerdan 20,000 kilometr tepada uchadi. Bu yerni diametridan ham taxminan 2 barobarda. Yerni diametri 12,800 kilometr bo'lsa, yana 12,800 kilometrdan 1,5 baravaridan ko'proqda. Uncha tepadan turib odam lokatsiyasini siz bilan qo'shningizning lokatsiyasini alohida chiqarib beradi-da. Bu hammasi matematika. Biz bundan hozir foydalanmasdan oddiy kuryerlik qilayotgan odam lokatsiyadan foydalanadi. GPS sistemalaridan boshqadan foydalanadi. Matematikadan foydalanmayman deyish uchun odam g'orda yashash kerak. Hozir boshqa yo'l yo'q. U ham qurib bo'lmaydi. Hattoki o'sha paxsadan quraman degan odam ham burchagini 90 qilmasa bo'lmaydi. Shunday. Matematika umuman olganda aytdim-ku boya. O'ziga kerak emas deb kres qo'yadigan odamga, misol uchun qat'iy turib olsa, kerak ekanligini anglatish qiyin. Aslida mana real qaraydigan bo'lsak, o'zi kerak. Isbotlashda o'zi nima ham bor-da? Bir vaqtlar Descartesni o'sha Descartes koordinator sistemasini o'sha muallifi bo'lgan, u matematik ham René Descartes, ham faylasuf, shuni falsafa prinsiplari degan kitobidan ozgina o'qiganda, bir joyiga qiziqib olib o'qigandim. O'shanda keltirganki, o'sha isbotlash masalasida ba'zi bir narsalarni isbotlash haqiqatda tom ma'noda qiyin. Hattoki misol uchun odam o'zini qo'li borligini ham isbot qila olmaydi deganda, rostdan shuni isbot qilib bo'lmasligini isbotlab berganda, bu eshitgan odamga g'alati tuyulishi mumkin, lekin siz Descartesning falsafasini olib o'qisangiz, haqiqatda agar odam inkor qiluvchi bo'lsa, unga bir narsani isbotlash juda qiyin. Xo'p, keyingi savolga o'taylik bo'lmasa. Bu savol meni o'zim uchun ham qiziq, auditoriya uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Matematikaga nisbatan qobiliyat o'zi tug'ma bo'ladimi? Yoki u keyinchalik shakllanadimi? Chunki maktabda ba'zi bir o'quvchilar boshdan matematikani zo'r o'qiydi, haligi a'lochi bo'ladi. Ba'zi bir o'quvchilar uchun matematika qanaqadir tushunarsiz fan, ya'ni
ayniqsa bir 7-sinf boshlangandan keyin birdan harflar qo'shilib ketib qoladi. Bu nimaga buncha harf, nima uchun, nima qilyapti bu harf? Nimaga bular harf yozib oxirida son chiqaryapti? Fizika bilan ham shunaqa holat haligi. Bir gala harfni yozadi-da, oxirida 5 chiqadi. Shunday. Keyin bu juda bir tushunarsiz bir narsa bo'lib tuyulishi mumkin. Shunga nima deysiz? Ya'ni bu o'zi tug'mami, bu qobiliyat yo shakllanganmi muhit ta'sirida? Endi men o'zimning bu o'ta shaxsiy fikrim. Matematikani o'rganish uchun nima kerak bo'ladi desa, bir nechta variantlar aytaman-da, bir nechta odamda bo'lishi kerak bo'lgan xislatlarni sanab o'taman. Tajribamdan kelib chiqib o'quvchilarga dars berdik, mana abituriyentlarni ko'rdik, o'zimiz ishladik, harakat qildik, o'qituvchi bo'lish uchun institut o'qidik. Umuman his qilgan narsang nima deb so'rasa, birinchi navbatda baribir istisno qobiliyat bo'lishligi kerak ekan. Bir xil harakat qilayotgan ikkita bola, men boshqa fanlarga nisbatan behurmatlik qilmoqchi emasman. O'zimning o'ta shaxsiy fikrim bu. Tarixni bir xil o'rganishi mumkin. Bir xil harakat qilayotgan ikkita bola. Unga ham baribir qobiliyat kerak baribir. Yodlash qobiliyati, eslab qolish qobiliyati va hokazo. Matematikaga ko'proq kerak demoqchiman. Matematikaga o'rganish uchun bolada baribir qobiliyat bo'lishi kerak. Qobiliyatsiz bola o'rgana olmaydimi desa, yo'q, o'rgana oladi. U faqat qobiliyatliga nisbatan sal ko'proq harakat qilish kerak. Tushunyapsizmi? 2 soat dars qilsa, bu 3 soat, 3,5 soat dars qilish kerak misol uchun. O'shanda o'rganib ketadi. Ya'ni hamma o'rganishi mumkin. Baribir hamma narsa o'sha yuqishi mashaqqat bilan bo'ladi. Endi kim yutadi? Qobiliyatli bolami, harakat qilayotgan bolami? Harakat qilayotgan bola ko'proq harakat qilsa, qobiliyatli bola qobiliyatiga ishonib qolib ketsa, harakat qilayotgan bola o'tib ketgan juda ko'p guvohi bo'lganman. Haqiqiy zo'r matematik bo'lib ketganligini. Tushunyapsizmi? Lekin baribir nima kerak desa, dastlab ozgina bo'lsa-da qobiliyat bo'lishligi kerak. Qobiliyat nimada namoyon bo'ladi? Uni fikrlashida, tafakkurida, o'sha tasavvurida namoyon bo'ladi-da. Ko'p o'quvchida mana shu narsa torroq bo'lishi mumkin. Torroq bo'lganda qiynaladi matematika o'rganishga. Bir xillarda mana shu qobiliyat tug'ma bo'ladi. Tug'ma bo'lgani va unga harakat, mashaqqatni qo'shsa, tezroq zo'r natijaga erishadi matematikada. Bu meni o'ta shaxsiy fikrim. Shu. Va eng yaxshisi harakat bilan erishadi. Tizim bilan erishadi. Bir xil reja qo'yish bilan erishadi. Hattoki qobiliyatli bo'lsa ham, qobiliyatni o'zini ishlatmasa. Men ko'p o'quvchi matematikadan orqaroqda testlardan past ball to'playdi, uni qobiliyati borligini qayerdan sezib qolaman? Fikrlashga kelgan masalalarni beraman. Fikrlashga oid bo'lgan masalalar beraman. Uni matematika bilan 2a + a = 3a bo'lishini bilmaydigan bola ham kallada o'ylab ishlab fikrlaydi-da, yozmasdan turib fikrlab aytib qo'yadigan bolalar. Unda qobiliyat bor, uni rivojlantirsa bo'ladi u bolani. Tushunyapsizmi? To'g'ri, ustoz. Fikrlaringiz juda to'g'ri. Endi qo'shimcha qilamiz. Misol uchun matematikni farzandi baribir tarixchini farzandiga nisbatan matematikaga qobiliyati ko'proq bo'lib dunyoga keladi deb o'ylayman. Chunki baribir DNKda o'tadi bu narsa. Lekin agar u rivojlantirilmasa, agar tarixchini farzandi o'tib ketish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni u faqat o'rganish bilan, ya'ni unda qobiliyat yo'q edi, ustozlari tomonidan unda shu narsa shakllantirildi. Bunda tug'ilgan paytda ancha o'zida qobiliyat bor edi, bu uncha shug'ullantirilmadi, e'tiborsiz qoldi. Tarixchi insonni farzandi matematikadan zo'r bo'lib ketib, matematikni farzandi qolib ketishi mumkin. Lekin matematik insonni farzandi o'sha to'g'ri yana yo'naltirilsa, o'sha qobiliyatlar rivojlantirilsa, uni ustida ishlansa, eng zo'r matematik bo'lib yetishadi degan fikrdaman. Ya'ni qobiliyatga ma'lum miqdor bog'liq, lekin bu yoqdagi mehnat ham juda katta rol o'ynaydi. O'z ustida ishlash. Ustozimiz aytgandi, yosh o'sha tug'ilgan paytda daholik qobiliyati, yaratuvchanlik qobiliyati 90% gacha adashmasam bo'ladi. Yosh o'tgan sari u pastga tushib boraveradi. Ya'ni tug'ilgan paytda matematik qobiliyati yuqori pik darajada bo'ladi, uni rivojlantirish kerak. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, qobiliyat yoshligida tug'ilgan paytda matematikning farzandida yuqoriroq bo'ladi deb hisoblayman. Endi shaxsiy fikrim. Boshqa kasb egalarining farzandida pastroq darajada bo'ladi deb o'ylayman. Va lekin asosiy qarashimiz kerak bo'lgan narsa, undan keyin uni davom ettirib, uni ustida rivojlantirib, shug'ullanish yanada yuqoriga olib chiqadi. Baribir Allohdan yuqtirilgan bo'lish kerak deb hisoblayman-da. Shu yuqtirilgan narsa nima o'zi desa, qobiliyat. Ya'ni qobiliyat orttiriladimi, yo'qmi? Bu meni shaxsiy fikrim. Qobiliyat o'sha Alloh tomonidan beriladi.
berilgan bo'lsa, u yuqtiriladimi, tug'ilgan paytda paydo bo'ladimi? Keladida. Endi buni matematikaga nima aloqasi bor? Matematikani yaxshi o'rganish uchun qobiliyat bo'lishi kerak demoqchiman. Uni harakat qilib yuqtirib olish ham mumkin, balki. Yo Alloh tomonidan tug'ma bergan bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham o'sha. Ustoz bir gap esimga kelib ketdi hozir. Birinchi vahiy kelganda farishtaning aytgan gapi nima bo'lgan? O'qi. Nima deb javob beradi Rasulimiz? Bilmayman deb javob beradi. O'sha ilmni avvali nima bilan desa bilmayman deyishlikdan deydi-da. Nimani bilmaslikni bilish kerak-da o'rganish uchun. Nimani o'rganmoqchiligini bilish uchun nimani bilmaslikni bilish kerak. Endi uni yuqishi nima bilan bo'ladi desa, keyin nima bo'ladi? Bilmayman degandan keyin ya'ni quchoqlanadi. Va o'sha paytda juda qattiq og'riqni sezadi. Qattiq og'riq. Endi o'qi deganda o'qib ketadi keyin. Ya'ni bunda hikmat nima desa, endi ilm yuqishi nima bilan bilmayman dedi. Endi nima bilan yuqadi deganini ko'rsatmoqchi. Endi ilm nima bilan, qanday o'qib ketdi? Mashaqqat bilan yuqadi. Shuning uchun aytayapman, qayta har bir qobiliyat bo'lsin, qobiliyat bo'lmasin, hammasining tub zamirida harakat va mashaqqat bor. Usiz erishib bo'lmaydi. Mana buyuklar qanday bo'lgan degan kitobni olingda, hammasi o'zi qanday bo'lganligi, qanday yashaganligi haqida yozilganda, hammasida Venn diagrammasi qilib kesib olsangiz, hammasining ichida harakat va mashaqqat bor. Kimdir nimadir qilgan boshqalarda xossatan o'zlariga xos bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. Lekin hammasini kesishmasini olsangiz, Venn diagrammasi eng asosida turibdi, harakat va mashaqqat. O'zi mantiqqa ham to'g'ri keladi, chunki yer yuzida 8 milliard aholi bo'lsa, 8 milliard aholini yuqoriroq qismida turish uchun yuqori tabiiyki o'rtadan teparoqda turadi. Siz o'rta miyona harakat qilsangiz, o'rta miyona odam bo'lasiz-da. Demak, tabiiy siz ko'proq mehnat qilishingizga to'g'ri kelishi. Agar yer yuzida 10 ta odam bo'lsa edi, unda siz ozgina mehnat bilan ham kuchli 10 talikda bo'lardingiz. Lekin 8 milliard odamning ichidan yuqori elitaga tegishli bo'lish uchun endi ko'proq harakat qilishga to'g'ri keladi. Bu tabiiy hol. Bobom yoshligimda shuni tushuntirardilar-da. Hozir ham o'ylasam juda nima? Qobiliyat yerning tagida ko'milgan bir olmosga o'xshaydi. Uni qazsa, keyin undan manfaat yetadi. U yerning tagida yotsa, uni bir tiyin foydasi yo'q. Lekin boshqa tomondan agar yerning tagida olmos bo'lmasa, qazgandan foyda ham yo'q. To'g'ri, zo'r izoh berilibdi ana shu qobiliyatga. Ayni biz aytmoqchi bo'lgandik, zo'r yakun. Xuddi shunday. Ya'ni qobiliyat bo'lish kerak, keyin ustidan mehnatini qilish kerak. Qilish kerak albatta. Qazisang olmasa nima bo'ladi degan. Bo'lmasa bo'lmaydi haqiqatdan. Lekin zato qazigani qoladi, kuch orttirgani qoladi qazishdagi. Shu bari nimadir qoladi. Tajriba. Shunday. Hop, keyingi savol. Bu savolga o'zimda ham javob bor. Sizlarni eshitganimdan keyin xudo xolisa javobini beraman o'zim ham. O'zimdagi shaxsiy javobni. Matematikani hayotdagi tatbiqiga qanaqa bir misol keltira olasiz? Ya'ni real hayotda, misol uchun mana shu narsada matematikani o'rni haqiqatda katta. Mana bu narsada matematika bilan bo'lgan, shunga o'xshagan. Va yuqorida ham javob berdik-ku. Masalan, ko'p sohada ko'rsa bo'ladi, lekin umuman oddiy odamga siz umumiy boya savolda aytdikki, umumiy tepadan qaraganda matematika kerakligi. Oddiy bitta odamga ko'raylik, mana oddiy bir kishiga matematika nimaga kerak? Qayerda uchraydi ko'p? Misol uchun biznesmen deylik. Umuman nimasi kerak emas, logaritm kerak emas, trigonometriya kerak emas, hech nima kerak emas. Hayotda ko'p uchraydigan bitta narsasi bor. Masalan, bilsangiz shunga tezroq javob berishingiz mumkin demoqchiman. Ishga oid masalalar bilganda, masalan, siz 5 kun bitta ish tugatasiz, Samuddin ustoz 4 kunda tugatadi. Kuniga 100 ming so'mdan berishim kerak. Men biznesmenman. Sizga 5 kun ishlaganingizga o'zingiz ishlatganda 500 ming beraman, o'zim ishlatsam 400 ming beraman. Ana endi ikkalasini olib kelsam-da, ikkalasini olib kelib ishlatsam arzonroq tushamanmi? Har biriga kuniga 100 mingdan berganimda. Misol uchun aytyapman. Tushunyapsizmi? Siz 5 kun, bu kishi 4 kun ishlaganingizga 100 mingdan berdim. Ikkalasini qo'shib birga ishlatsam arzonroq tushadimi? Tushunyapsizmi? Mana shunaqa narsalarda yechim topishda, hattoki biznesmenga ham kerak, pulni tejab qolish uchun ham kerak-da. Tushunyapsizmi? Ko'p, endi unaqa misol aytsak ko'p, oddiy odam hayotida ishlatadigan, aynan matematikaga bog'liq hisob-kitob qiladigan joylari ko'p. Ustoz juda yaxshi savol bo'ldi. To'g'ri, ba'zilar aytadi, matematika o'zi hayotda nima uchun kerak? Qo'shish, ayirish, ko'paytirishni pul sanashni bilsa bo'ldi deyshadi. Yo'q, kechirasiz, bu xato tushuncha. Men o'quvchilarimizga ham aytaman, matematika hayotda 3 qismda kerak deb hisoblayman. Birinchisi, umumiy hayotimizni umumiy ko'ra olishimiz uchun, umumiy hayotimiz yaxshilanishi uchun. Ikkinchisi, har kunlik, kundalik turmushimizdagi oldimizdan chiqadigan muammolarni hal qilish uchun. Uchinchisi, organizmimizga, tanamizga, ya'ni miyamizga bo'lgan foydalari. Umumiy hayotda, misol uchun,
kim bilandir bahslashib qolamiz yoki muzokara olib borganimizda muzokara tugadi, 1 soatdan keyin yoki uyimizga borgandan keyin yo ertasi kuni mana shu yerda shunaqa gapirsam zo'r bo'lardi yoki mana shu yerda shu savol berganimda zo'r bo'lardi, men yutib ketardim deyishadi, lekin u paytda foydasi bo'lmaydi, poyezd o'tib ketgan bo'ladi. Yoki hayotda ustozi bilandir, rahbari bilandir, yo do'stlari bilandir, yaqin insoni bilandir qanaqadir o'zini fikrini to'liq ifodalab bera olmaydi. Keyinchalik afsuslanib qoladi. Mana shu gapiga mana unday javob berishim kerak edi. Shunda zo'r bo'lardi yoki mana bu savolni berganimda zo'r bo'lardi deydi, lekin uni endi poyezd o'tib ketgan bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun ayni o'sha vaqtda shu savollar miyasiga kelmadi, shu fikrlar miyasiga kelmadi? Buni tag zamirida o'sha asosan shu matematika, fizika bilan shug'ullanmaslik, tanqidiy fikrlash bilan shug'ullanmaslik yotadi. Misol uchun oyligimiz 5 million deylik. Endi har kunlik bizni matematikaga tushadigan ehtiyojimiz. Oyligi 5 milliondir, yanvardan oyliklar 20% oshdi deydi. Qancha bo'ladi desa, ko'pchilik endi ba'zilar hisoblashga qiynaladi. 5 millionni 1-2 ga ko'paytiradi, 6 million bo'ladi. Xo'p, oradan ozroq vaqt o'tdi, yana 20% ga oshdi. O'ylaydi, o'tgan safar 1 million qo'shildi. Demak bu safar 7 million bo'ladi. Yo'q, 7 million 200 ming bo'ladi. Agar 7 million tashlab bersam, u rozi bo'lib ketishi mumkin. Agar bilmasa, endi o'sha 6 millionni 1-2 ga ko'paytirish kerak. Ya'ni borgan sari bu qiymat o'zgarib boradi. Murakkab prosentga oid masalalar yoki oddiy ustalarda ko'rganmiz, ustalarda. Bu yog'ini 3 metr, bu yog'ini 4 metr, bu yog'ini 5 metr o'lchab ko'rsat, burchak to'chna 90 gradus chiqadi deb ishlatganini ko'rganmiz. Yoki xona tozalagich, havo tozalagich olmoqchisiz, xonani hajmini o'lchashga to'g'ri kelib qoldi. Har kunlik hayotimizda bo'ladigan, ya'ni matematikaga tushadigan bizni ehtiyojimiz bo'yini endi balandligini ko'paytirishimiz kerak. Oddiy. Yana bir narsa aytaman, qarang, sizga qo'lingizga 20 metr arqon beradi-da. Katta to'rt qo'ydi. Misol uchun, misol tariqasida aytayman. O'lchab ol, mana shu 20 metr arqondan foydalanib o'lchab ol deydi. Kimdir uni to'rtburchak qiladi, kimdir kvadrat qiladi, to'g'rimi? Matematikani biladigan odam doira qiladi-da. Tushuningizmi? Aylantirib oladi. Misol uchun kattaroq qismini olib yeydi. Ko'p bunaqa misollar kerak bo'ladi. Siz o'zingizda qanday? Yo'q, meni javobimni hojat qilmasizlar, javoblashim qamrab ketdi. Yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Insonning organizmiga, sog'ligiga foydasi degani. Matematika, fizika shu mantiqiy fikrlash bilan juda ko'p shug'ullangan insonlarning miyasidagi sinapslar kuchayar ekan. Sinaps degani o'sha miyani hujayralari, neyronlarni bir-biri bilan tutashgan joy. O'zi sinaps degani yunonchada tutashish, birlashish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bizdagi ishchi organizmlar, ya'ni bizdagi ishchi organlar, yurak, o'pka, buyrak, jigarni miyada boshqarib turadigan hujayralar bilan o'sha neyronlarni tutashgan joy ham sinaps. O'shanaqa tanqidiy fikrlash bilan ko'p shug'ullanganlarda o'sha sinaps kuchayadi. Har bir organimizni bilasiz, miya boshqaradi. Ya'ni miyani neyronlari o'sha hujayraga buyruq beradi va organizm organga qarab ketadi. Ya'ni inson sog'lom bo'lish uchun ham qaysidir ma'noda matematika, fizika bilan shug'ullanish foyda berar ekan deb o'ylab qoldim o'sha gapni eshitganimdan so'ng. Endi sizlar kutmagan bitta savol. Nega aynan yuksalish? Yuksalish. Ma'lumsiz, men javob beraman. Sizdan javob. O'zim magistraturani bitirganimdan so'ng ham umuman davlat tashkilotlarida ishlamaganman. Litseyda, maktabda, o'z institutda ishlasak ham bo'ladi magistraturani bitirib, lekin muhit qandaydir to'g'ri kelmagan. Shu o'zimni kelajagimda yuksalishda ko'ra olganman. Eng avvalo muhit yaxshi deb o'ylayman. Boshqa maktablarda umuman ishlamaganman, lekin boshqa maktablarda, misol uchun maktab direktori hammaga assalomu alaykum deyish menimcha kamdan kam uchrasa kerak. Keyin o'quvchilarimizda shu narsa yaxshiki, o'zi idishni tagi teshik bo'lsa yoki idish suv bilan to'la bo'lsa, unga suv quyishning foydasi yo'q. Mana shu ikkita holatni men o'zimizda o'quvchilarda ko'rmaganman. Ya'ni dars bersak, o'rganishga talabi kuchli o'quvchilarni. Shuning uchun kelajagimni yuksalishda ko'ra olganim uchun yuksalishni tanlaganman. Tushunarli. Ustoz? Menga yuksalishga kelishimga sabab bo'ladigan narsa ustoz bitta gapi bugun. O'zingni o'zgartirmoqchimisan, atrofingdagi 5 ta odamni o'zgartir deb aytadi-yu. Endi baribir bu ham qisman sabab bo'lgan, asosda turgan sabablardan biri. Yana sabab odamlarning o'z ehtiyoji bo'ladi-da. Bittasi suhbatlashish ehtiyoji, fikr almashish ehtiyoji bo'ladi. Va o'shanda gaplashishga mavzu qiziqishlari teng bo'lgan odamlardan kelib chiqadi. Qiziqishi bir xil yo qarashi bir xil bo'lgan odamlardan kelib chiqadi-da. Ya'ni umumiy mavzu hammaga yoqishi kerak bo'lgan mavzular bor. Qaysidir davraga kirib qolsangiz, ular gaplashayotgan umumiy mavzusi sizni mavzungizga umuman to'g'ri kelmaydi, qiziq bo'lmaydi sizga. O'zingizni yolg'iz his qilasiz, ajragan his qilib qolasiz, ha? Aynan mana shu yuksalishga kelgan paytida
sizni qarashlaringiz bilan, ya'ni o'sha meni qarashlarim bilan ularning qarashlari yoki gaplashishga umumiy mavzu borligi deb bilaman. Shu eng aytganidek qadriyatli, muhiti toza bo'lgan bir maktab sifatida hurmat qilaman yuksalish maktablarini. Demak, asosiy faktor o'sha umumiy olganda muhit bo'lar ekanda, demak. O'zingiz nega yuksalishdi? Men ham hozir gapirsam muhit bo'ladi-da. Muhit bo'ladi. Nega aynan muhit ayting? Men muhit bor. Men boshqa joylarda ham ishlab ko'rganman va u joylarni ham men hozir gapirganda albatta ijobiy gapiraman. Nimaga haligi salbiy gapirsam menga salbiy javob qaytishidan emas, unaqa emas. Rostdan ishlagan joylarimda ijobiy bo'lgan. O'quv markazlarida ishlaganimda ham o'sha muhit juda ijobiy bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Kollektiv ham yaxshi bo'lgan. Yuksalishda ham yaxshi. Lekin yaxshi bilan yaxshi farqi bor-da, o'sha nima? Boshqa ko'p faktorlarni olib jamlaganda o'sha yuksalish menga ko'proq yoqqan. Buni o'sha bittasi siz aytgan narsa, o'sha jamoa. Bittasi o'sha o'quvchilar, misol uchun chiroylikdan misol keltirdingiz, tagi teshik bo'lsa ham suv quyib bo'lmaydi, to'la bo'lsa ham suv quyib bo'lmaydi. Ya'ni o'quvchi bergan bilimni olmaydigan darajada bir tagi teshik idishga o'xshasa, bu ham yomon. Bizning o'quvchilar unaqa emas, Xudoga shukr. Va to'la bo'lsa, ya'ni men bilaman-ku deb tursa, unga ham bir narsa o'rgatib bo'lmaydi. Shu o'quvchilarni odobiy jihatdan ham men yuksalishni o'zim yuksalishda ishlaganim uchun emas. Haqiqatda men yuqori baholayman o'quvchilarni o'sha odob masalasida ham, chunki o'sha bekorga emasda, nimaga ham kiraverishda shunday yozib qo'ygan, ta'lim va tarbiya birlashgan dargoh deb, o'sha birlashganda gap ko'pda, o'sha birlashgani menga yoqadi. Yo, buni siz boshqa joyga ishlaganlar deganingizga aytayman, bu savolga javobni u joylarga solishtirgan ma'noda aytmayapmiz. Savolga javob ham xuddi shunaqa. Hamma joy ishlagan joyimizda o'ziga yarasha afzalliklari bo'lgan. 3 ta joyda ishlagan bo'lsak, ular ham o'ziga yarasha. Masalan, ketishimga sabab muhit yomonligi yo boshqa narsa bo'lmagan u yerda ham. O'zimning o'zgarishim bo'lgan, tushunyapsizmi? O'zimning o'zgarishim. Hozirgi javobni u joylarga solishtirgan nisbatda emas. Ya'ni mezon u joylar emas. Bu joyda muhit yaxshi ekan, demak boshqa joylarda yomon bo'lgan degan xulosa chiqarish noto'g'ri. Hozir hamma maktablarda balki muhit bordir, aytayapman. Avvalo rizq nasiba qo'shgan joy bo'lgan, to'g'ri keldi va kelgan joyingizda nimasi zo'r yoqdi desa, aynan shu mana muhit, o'zaro munosabat, inson qadri misol uchun. Avvalgi joylarda ham bormidi? Bor edi. Tushunyapsizmi? Lekin ketishga unaqa narsalar sabab bo'lmagan. Ya'ni ular mezon emas, ular o'lchaydigan narsa emas. Bu qanaqadir boshqacha qanaqa. Ta'riflab bo'lmaydigan nimadir bo'ladiki, sizni tortadi va o'sha joyda qolasiz. Nimalari yaxshi deganda sanab beradigan bu ta'riflab bo'ladigan narsalar, hozirgi narsalar. Endi o'zaro turtki bo'ladi, boshqa narsalar sabab bo'lishi mumkin. Yani, kelganingizda sizga yoqadigan narsalar aynan biz aytgan yuksalishda topganman. Suhbat tugadi degandan keyin ancha gaplashdik. Buni qo'shib yuboramiz. Hali oxirida olib qora qilib. Qara. Suhbat oxirida mana shu auditoriyaga, tomoshabinlarga men o'zim murojaat qilib bir savol bermoqchi edim. Keyingi suhbatlar yana o'tkaziladi inshaalloh. O'shanda qanaqangi fan o'qituvchilarini chaqirilishini xohlagan bo'lardingiz va qanaqangi mavzularda suhbatlar o'tkazilishini xohlagan bo'lardingiz yoki yana ham kengroq oladigan bo'lsa, qanaqangi holatda umumiy o'sha suhbatlar o'tkazilishini xohlagan bo'lardingiz? Agar siz shu masalada kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni qoldiradigan bo'lsangiz, bu narsa shu loyihaning rivoji uchun ham o'zini ijobiy hissasini qo'shadi va albatta bu sizni kommentariyada yozadigan fikrlaringiz, sizni o'sha takliflaringiz biz uchun qiziq va bu narsa albatta inobatga olinadi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat.